E'tiboringiz markazida Mundial kundaligi ko'rsatuvining navbatdagi soni, uning taqdimoti bilan studiyada Kamoliddin Nalimov. Assalomu alaykum. Dastavval bugungi dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalar anons bilan tanishing. Kannavaroning qachon Toshkentga qaytib kelishi ma'lum bo'ldi. Terma jamoamiz yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevga avtomobil sovg'a qilindi. Qizil kartochka masalasiga shaxsan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump aralashdi. Messi venesuelaliklarni qo'llab-quvvatladi. Cristiano Ronaldo esa ushbu jahon chempionati uchun so'nggisi bo'lishini aytdi. Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Kecha va bugun Mundialning 8dan biri finaldan o'rin olgan navbatdagi ikkita o'yin o'tkazildi. Dastlabki juftlikda Braziliya Erling Haaland boshchiligidagi Norvegiyaga mag'lub bo'ldi. Uchrashuvda braziliyaliklar hisobni ochishlari mumkin edi, biroq Bruno Guimaraes penaltidan gol ura olmadi. O'yin so'ngida Haaland ikki bor raqib darvozasini ishg'ol qildi va braziliyani ko'mib qo'ydi. Neymarning qo'shib berilgan daqiqalarda penaltidan urgan goli faqat hisob o'zgarishini ta'minladi. Xolos 1-2. Norvegiya chorak finalda. Navbatdagi juftlikda Angliya Mexico City'da Meksikaga qarshi to'p tepdi. Qiziqarli va kurashlarga boy bo'lgan bahsda tomoshabinlar 5 ta gol va bitta qizil kartochka guvohiga aylanishdi. Inglizlar safida Jude Bellingham dublga erishgan bo'lsa, yana bir gol Harry Kane hisobiga yozildi. Mezbonlar safida Quinones va Raul Jimenez gol urishdi. 3-2. Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya ketmagan 3-bor Mundialda chorak finalga chiqdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi ustozi Fabio Cannavaroning qachon yurtimizga qaytishi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov bergan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, italiyalik mutaxassis iyul oyi oxirida Toshkentga yetib keladi. Uning qaytishi bilan darhol ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani tashkil etilishi rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, mashhur italiyalik mutaxassis qo'l ostida milliy terma jamoamiz jahon chempionati guruh bosqichidagi barcha uchrashuvlarda imkoniyatni boy berib, muxlislarning hafsalasini pir qilganda. Shu sababli bo'lajak matbuot anjumanida Cannavaroni o'zbek jurnalistlarining juda og'ir va achchiq savollari kutmoqda. Xo'sh, jahon chempioni bo'lgan sobiq futbolchi bu mag'lubiyatlarni qanday izohlaydi? Ko'ramiz. Jahon chempionatidan qaytgan yulduzlarni odatda hashamatli limuzinlar va qimmatbaho mashinalar kutib olishiga o'rganib qolganmiz. Ammo Urugvay terma jamoasi himoyachisi Maximiliano Araujoning vataniga qaytishi butunlay boshqacha va juda samimiy ko'rinish oldi. Lissabon Sporting klubi yulduzini Carrasco xalqaro aeroportida otasi oddiy yuk mashinasida kutib oldi. Video tasvirlarda futbolchining hech qanday kibrga berilmay yuklari bilan birga yuk mashinasi kuzoviga chiqib o'tirgani va uyiga yo'l olgani aks etgan. Araujo Lissabondagi yangi mavsum mashg'ulotlari boshlanishidan oldin bir necha kun oilasi davrasida hordiq chiqarishda lozim topgan. Eslatib o'tamiz, Marcelo Bielsa qo'l ostidagi Urugvay terma jamoasi bu yilgi jahon chempionatida guruhdan chiqa olmadi. Jamoa Saudiya Arabistoni va Cabo Verde bilan durang o'ynab, Ispaniyaga imkoniyatni boy berdi. Shunga qaramay Araujo jamoasining eng yorqin futbolchisi bo'ldi. U urugvayliklar urgan barcha gollarda qatnashib, 2 ta gol va bitta golli uzatmaga mualliflik qildi. Jamoaning omadsizlikdan so'ng Urugvay futbol assotsiatsiyasi charter reysini bekor qilgan bo'lisida Araujo uchun eng xavfsiz va qadrli charter bu otasining oddiy yuk mashinasi bo'lib chiqdi. Jahon chempionatida gol urgan milliy terma jamoamiz yulduzlariga qimmatbaho hadyalar topshirildi. Milliy terma jamoamiz yetakchilari bo'lgan Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevga BA Holding kompaniyasi tomonidan premium klassiga mansub bo'lgan zamonaviy Xpeng X9 elektrokarlari sovg'a sifatida topshirildi.
Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu zamonaviy elektromobilning O'zbekiston bozoridagi bugungi narxi tanlangan komplektatsiyasiga qarab taxminan 800 million so'mdan 1 milliard so'mgacha baholanadi. Maydondagi mehnat va yurtimiz sharafini munosib himoya qilish mana shunday e'tiroflarga loyiqdir. Futbolchilarimizga yangi avtomobillar muborak bo'lsin deb qolamiz. Xabarlar taqdimotida davom etamiz. Belgiyaga qarshi kechadigan nimchorak final uchrashuvi oldidan FIFA AQSh terma jamoasi foydasiga kutilmagan va shov-shuvli qaror qabul qildi. Xalqaro futbol federatsiyasi AQSh terma jamoasi hujumchisi Fallarin Balogunning diskvalifikatsiyasini, ya'ni o'yindan chetlatilish jazosini vaqtincha to'xtatdi. Endi amerikaliklar to'purari Belgiyaga qarshi muhim bahsda maydonga tusha oladi. FIFAning bu kutilmagan qarori futbol olamida katta bahs munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ushbu qarorga hatto siyosatchilar ham munosabat bildirishga ulgurdi. Xususan Donald Trump FIFAning bu qadamini alohida olqishladi va buni AQSh futboli uchun adolatli hamda to'g'ri qaror deb atadi. Jazodan qutulib qolgan Balogun Belgiyaga qarshi o'yinda AQShning najotkoriga aylana oladimi? Futbol va siyosat olamidagi eng qaynoq intrigalarni biz bilan kuzatishda davom eting. Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Jahon chempionati 2026 play-offidagi muhim g'alabadan so'ng dahshatli zilziladan jabr ko'rgan Venesuela xalqiga o'z hamdardligini bildirdi. Cabo Verde ustidan qozonilgan qiyin g'alabadan keyin Messi ommaviy axborot vositalari orqali Latin amerikalik qo'shnilarga qarata shunday dedi: "Men butun Venesuela xalqiga murojaat qilmoqchiman. Hozir ular qanday dahshatni boshdan kechirayotganini juda yaxshi his qilib turibmiz. Og'ir ahvolda qolgan, yaqinlarini topa olmay qo'rquv ichida yashayotgan barcha insonlarni chin qalbimdan qo'llab-quvvatlayman. Ularga yaratgandan ulkan kuch-quvvat tilayman", deya ta'kidladi argentinalik afsona. Eslatib o'tamiz, ushbu uchrashuvda Messi bitta gol va bitta golli uzatmaga mualliflik qilib, jamoasini keyingi bosqichga olib chiqqandi. Endi chorak final ostonasida Argentina terma jamoasini Misrga qarshi bahs kutib turibdi. Jahon chempionatining play-off bosqichidan faqat shiddatli bahslar, balki yirik iste'folar bilan ham davom etmoqda. Gana terma jamoasi Jahon chempionatini tark etgandan so'ng bosh murabbiy Carlos Queiroz iste'foga chiqdi. Musobaqaning 16-1 finalida Gana terma jamoasi Kolumbiyaga 0-1 hisobda imkoniyatni boy berib, turnir bilan xayrlashdi. Shundan so'ng 73 yoshli portugaliyalik taniqli mutaxassis Carlos Queiroz o'z vazifasidan ketganini rasman e'lon qildi. Queiroz ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar va rahbariyatga ta'sirli xayrlashuv maktubini ham qoldirdi. Futbol xuddi hayot kabi bir abadiy darsni o'rgatadi. Sen yo g'alaba qozonasan yoki saboq olasan. Men bu yo'lni faxr tuyg'usi bilan yakunlayapman. Biz Gana futbolining hurmati va obro'sini qaytara oldik. Menga ishonganlarga va maydonda bor kuchini bergan futbolchilarimga rahmat. Gananing kelajagi porloq, deb yozadi mutaxassis. Eslatib o'tamiz, tajribali murabbiy Gana terma jamoasini shu yilning aprel oyidagina qabul qilib olgan edi. Mundial kundaligi ko'rsatuv taqdimotida davom etamiz. Zamonamizning eng ulug' afsonalaridan biri Cristiano Ronaldo millionlab muxlislarning yuragini titratgan bayonotni berdi. Portugaliya terma jamoasi sardori va oltin to'pning 5 karra sohibi Cristiano Ronaldo Jahon chempionati uning faoliyatidagi eng so'nggi mundial ekanligini rasman tasdiqladi. 41 yoshli afsona terma jamoadagi faoliyatini qachon yakunlash haqidagi savolga shunday javob berdi: "Men sizlar xohlaganda emas, o'zim xohlagan paytda faoliyatimni tugataman. Maydonga asosiy tarkibda tushamanmi yoki zaxiradan mening terma jamoaga ta'sirim o'zgarmaydi. Odamlar mening 41 yoshimda ham nega asosiy tarkibda o'ynayotganimdan hayron qolishyapti. Oxirgi 23 yildan beri meni sindirishga, futboldan yo'q qilishga harakat qilishmoqda. Lekin ular shunchaki vaqtlarini behuda sarflashayotganini tushunib yetadigan payt keldi. Raqib himoyachilari meni to'xtatishga urinishmoqda, ammo bu foydasiz. Men bunga o'rganib qolganman", dedi Ronaldo. Cristiano ayni paytda avvalgidek ideal sport formasida emasligini tan oldi, biroq hali ham o'yin taqdirini hal qila olishiga urg'u qaratdi. "Ha, men avvalgidek tezkor emasdirman, lekin hali ham gol uryapman. Agar gol urmasam, buni jamoadoshlarim bajarishadi. Eng asosiy maqsad Portugaliyaning g'alaba qozonishi, mening gollarim emas." Ma'lumot uchun, Al-Nasr hujumchisi turnirda 3 ta gol urishga ulgurdi. Uning 16-1 finalda Xorvatiya darvozasiga penaltidan urgan goli Portugaliyani nimchorak finalga olib chiqdi. Qadrli muxlis, endi navbatni qiziqarli videolardan iborat no comment rukniga beramiz. Behruz Karimov, dadasi, amakisi, opodalari, qo'lib turadi. Opodalari. Qo'y so'yib birga o'tiramiz mana Behruz bilan. So right now, Erling Haaland. Erling Haaland.
Erlan Allandito, Eric Hallman, Emeka Halandu, Aringu Hawarando, Eric Holland, Alan Gino, Erlan Allandes, Eric Halanovsky, Erling Howland, Harlesh Halanji, Erhan Halandoğlu, Arion Halakis, Erlang Halandra, Eldor Halandov, Aurélien Allier, Erlan Al-Halad, Errol Haller. Bugun nimchorak finaldan o'rin olgan navbatdagi ikkita uchrashuv o'tkaziladi. Muxlislar Ispaniya, Portugaliya hamda Amerika Qo'shma Shtatlari Belgiya terma jamoalari o'rtasidagi o'yinlarga guvoh bo'lishadi. Voqealar rivojini biz bilan birgalikda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.